Albert Einsteinning shunday fikri bor. Tasavvur bu hamma narsa. Bu hayotga kirishda yaqinlashib kelayotgan qiziqarli ko'rinish. Tasavvuring qayerda bo'lsa ham, xayollaringda har doim yaxshi fikrlar mavjud. Chunki xayollaringda aks etgani yaratganning taqdim etayotgan e'tibori. Sening tasavvurlaring hayotiy, bu shunchaki fokus-pokus emas. Agar sen nimandir tasavvur etishda davom etsang, bu go'yoki, "Hey, bu sen uchun" deb eshik taqillayotgandek ko'rinadi. Va sen bunga e'tibor berishing kerak. Tasavvurlarni o'ldirish bilan o'yin qilma. Chunki hatto tasavvurlaring ham yaratganning senga bergan in'omidir. Xo'sh, sen biznes qurishing haqida takror o'ylar ekansan, oxirigacha harakat qilishing kerak. Agar katta kompaniya qurishni tasavvur qilsang, oxirigacha harakat qilishing kerak. Agar sen ikkinchi uying haqida tasavvur qilsang, buni amalga oshirish kerak. Sen qachondir boy bo'lishni istasang, bunga harakat qilishing kerak. Nimaiki tasavvuringda yashar ekan, bu shunchaki tasodifan xayollaringda paydo bo'lib qolmagan. U shuning uchun ham mavjudki, bularning bari sen uchun atalgan. Muammo shundan iboratki, sen uchun atalgan tasavvurlar senda yashar ekan. Sening xatoying tasavvurlaringni keraksiz va seni tushunmaydiganlar bilan bo'lishingdir. Agar orzularingni butunligicha o'ldirishni xohlasang, uni shunchaki tor fikrlovchi va seni tushunmaydiganlar bilan bo'lish. Sababi shundaki, orzularingga ishonmaydigan odamlarga yaratgan sening orzularingni ko'rsatmadi. Yaratgan ularni senga namoyon etdi. Boshqa odamlar buni ko'ra olishmaydi. Oila a'zolarimning hech biri meni ishdan ketib, komedi shouda chiqishim kerakligi haqida tasavvur ham qilishmagan. Ular bu haqda umuman o'ylashmagan. Faqat otamdan tashqari. Men 27 yoshda edim. Men ishdan ketdim. 8-oktyabr 1985-yil. Havaskorlar kechasida g'olib bo'ldim. Menga $50 berishdi va keyingi kun ishga borib bo'shashimni aytdim. Barcha meni dunyodagi eng katta xatoga yo'l qo'ygan ahmoq odam deb o'yladi. Chunki ular men tasavvur qilganlarni ko'ra olishmasdi. Men yaratganga ibodat qilsam, u menga barchasini ko'rsatar edi. Chunki 27 yoshda menda hayot haqida hech qanday fikr yo'q edi. Qachonki komedi shouda g'olib bo'lgach, men aytdim: "Ha, bu hayotimda qolgan qismini o'tkazishim uchun men tanlagan yo'l." Menga ko'pchilik sen ahmoqsan der edi. Sen ahmoqsan. Men ahmoqmanmi? Yo'q, men ahmoq emasman. Buni vaqt ko'rsatdi. Men shunchaki tasavvurlarimga tentaklarcha ishondim. Men har doim ibodatda davom etdim. Yaratgan menga barini ko'rsat deya so'rardim. Va shuncha yo'l bosib o'tildi. Uysizliklar hamda ko'plab qiyinchiliklar ila davom etgan yillar mana endi barchasi to'g'ri ekanligini namoyon etdi. Berganlarning barchasi tasavvurlarimdagidek edi. Bular xayollaringda, tasavvurlar ila boshlanadi. Sen biznesing bo'lishini xohlaysanmi? Sen bunga intilishing kerak. Nega yo'q? Unda nima qilishing kerak? Nima? Sen bir umr xohlamagan ishingda ishlashni istaysanmi? Nega? Nima sen hech kim bo'lib qolishni xohlaysanmi? Unda harakatni hozirdan boshla. Steve Harvey